Navbatdagi obyektimiz Qo'qon shahridagi paypoq ishlab chiqarish sexiga 70 kilovatli on-grid uslubida panellarni qo'yib beryapmiz. Hozir mana karkas ishlari bajarildi. Mana karkasi ham 4x4, pastlarga 4x2 profilda, 1,5 sinali profillarda karkaslar qilindi. Mana hammasi kraska qilinadi. Bundan xavotir olish kerak yo'q. Haligi zang bo'lar ekan, boshqa bo'lar ekan degan savollar bo'lyapti. Kraska ham spesial nitro kraska. Xudo xolasa o'sha panel 25 yil kafolat berilsa, 25 yil turadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Mana ishlarimiz sifatli, xudo xolasa karkaslar baquvvat. Servis xizmatlarimiz ham bor. Shu sohada mana 3 yildan beri faoliyat yurityapmiz. Bizni doimiy kuzatib turganlar o'zi ko'ryapti. Ishimiz to'xtagani yo'q, nimaga? Ishimiz sifatli, ham aytilgan vaqtda aytilgan ishlar qilib beryapmiz va servis xizmatlari joy-joyda qilib beryapmiz. Shuni hisobiga xudo xolasa mana ishlarimiz to'xtagani yo'q, mijozlar bizga ishonyapti. Hammaga rahmat.